lekin bir kun ham yuzimizga gapirgani yo'q. Joylari jannatdan bo'lsin. Rahmatli Yodgor akammi? Menimcha, men bitta so'z bilan juda ham g'amxo'r degan bo'lardim. Bilaman, bu og'riqli nuqta, lekin ularni ham eslab o'tishimiz joiz. U inson, men bir misolni keltiraman, juda g'amxo'r deyishimga sabab bor. U inson menga aytgan edilar, Mirshodjon, ukam, siz boring, eng yaxshi o'qishlarga kiring, pulini o'ylamang. Meni bor budim bitta kvartiram bor. O'sha kvartiramni sotaman-da, lekin sizni o'qishingizga to'layman degan inson u kishi. Va mana shu gaplari meni qalbimdan juda chuqur joy olgan. Akam 45 yoshga to'lmasdan olamdan o'tganliklari sabab bu ham bir simvolikni bizda 45 yoshni belgilab qo'ydik. 45 yoshga kirdi, lekin bir kun ham qaytarib gapirgani yo'q, yuzimizga gapirgani yo'q. Doim urushsak ham kulib o'tirardi, tishlarini ko'rsatib. Hech qachon ranjitmagan. Qancha gapirsam ham kulib o'tirardi, hazilga olib kulib o'tirardi. Joylari jannatdan bo'lsin. Inshaalloh mana shu qilgan ishlari, mana shu hislatlari ularga bugungi kunda qabrlarini nurga to'ldirib turibdi deb umid qilamiz.